Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi siz bilan Nigora Kariboyeva. Barchangizga sihat salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, regenerativ tibbiyot haqida eshitganmisiz? Aytishlariga qaraganda bu tibbiyot sharofati bilan yaqin kelajakda abadiy yoshlik shunchaki orzu bo'lib qolmaydi. Bu yo'nalish o'zak hujayralarni qo'llash orqali shikastlangan tana a'zolarini to'liq tiklash imkoniyatini yaratib beradi. Demak, bugun biz regenerativ tibbiyot haqida suhbatlashamiz. Bu borada savollarimizga javob olish uchun poytaxtimizdagi Regen Tashkent klinikasi jamoasini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bobur aka, sizni taklif qilamiz. Marhamat. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol shifokorlarga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Telegram chatimiz ham sizning xizmatingizda. Yana bir bora assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga. Bu so'zni yodlash uchun menga 10 daqiqacha vaqt kerak bo'ldi. Chunki ko'rsatuvga tayyorlanishdan avval birinchi marta o'qiganimda qanday so'z ekan deb qiziqdim. Bugungi ko'rsatuvimizni biz mana o'qib ham beraman boshqatdan regenerativ tibbiyotga bag'ishlayapmiz. Bu o'zi nima, qanday yo'nalish? Savolingiz uchun rahmat. Regeneratsiya so'zining asosi bu qayta tiklanish, ya'ni yosharish, yangilanish degan so'zdan olingan bo'lib, bilamizki, bizning barcha tanamiz, a'zolarimiz mezenximal o'zi hujayralardan tashkil topgan va bu hujayralar shunday xususiyati borki, bular yangilanish, ya'ni xususiyatiga ega. Shuning hisobiga odamzod uzoq vaqt yashaydi, yangilanadi. Masalan, qondagi eritrotsitlar 120 kun yashaydi, teri epiteliy qavati hujayralari 3 kun, 5 kun yashaydi. Shundan kelib chiqib qolgan holatda, ya'ni biz tanadagi o'sha kichik jarrohlik amaliyoti bilan o'zak hujayra ajratib olib va ularga yuqori texnologik ishlov berib, zararlangan to'qimalarga yuboramiz. Va shu bilan birgalikda yuborgan joyda ular a'zo to'qimalarga kirib, u yerdagi ishlamayotgan eskirgan hujayralarni yangilanib, a'zoni to'qima funksiyasini yaxshilaydi. Shu bilan birgalikda odamning hayot tarzini, sifatini yoshartiradi. Ya'ni regenerativ tibbiyot bu yuqori texnologik o'zak hujayralar bilan davolash tushuniladi. Shaxsan men uchun bu hozir qandaydir fantastikaga o'xshayapti. Go'yoki aynan mana shu tibbiyot yordamida insonlar keyinchalik xohlashsa 200 yil, xohlashsa 300 yil yashashlari ham mumkin. Lekin bugungi ko'rsatuv davomida bu qanday yo'nalish haqida batafsil bilib olamiz degan umiddaman. Demak, regenerativ tibbiyot qaysi sohada hozir ko'proq qo'llanib kelinmoqda? Savolingiz uchun rahmat. Hozirgi kunda regenerativ meditsina jahon bo'yicha shiddat bilan rivojlanib kelayotgan usullardan biri hisoblanadi. Hozirgi paytda bu juda ham ko'p keng tibbiyot sohalarida qo'llanadi. Ya'ni bizni mana ortopediya, travmatologiya sohasida hamda nevrologiya sohasida, endokrinologiya, yuz jarrohlik, yurak qon tomir kasalliklari juda ko'p sohalarda ishlatiladi. Siz travmatologsiz. Masalan, sizni yo'nalishingizda regenerativ tibbiyot nima yordam berishi mumkin? Hozirgi kunda biz ortopediya, travmatologiya sohasida regenerativ tibbiyotning juda ko'p turlari mavjud va biz bu turlaridan 5-6 xil yo'nalishda ishlaymiz. Asosiy yo'nalishlardan biri bu usulimiz BIMAC, ya'ni o'sha suyak iligidagi ildiz hujayralar, ya'ni mezenximal o'zak hujayralarni ajratib olib, zararlangan to'qimalarga yuboramiz. Ikkinchi usullarimizdan biri bu SVF, ya'ni qorin oldingi yog' devoridagi o'zak hujayralarni ajratib, zararlangan to'qima a'zolarga yuboramiz. Undan tashqari yana egzosomal hujayralar bor, o'shalar bilan ishlaymiz. Travmatologiya sohasida. Hozir mana hujayralar haqida gap ketyapti. Shu hujayralar insonning o'zidan olinadimi yoki donorlardanmi? Ta'kidlab o'tganimdek, barcha odam inson organizmida o'zak hujayralar mavjud. Biz bu hujayralarni asosan travmatologiya sohasida suyakning ko'magidan
keyin qorin old yog' devoridan olib tayyorlab ishlatamiz. Demak, insonni o'ziniki bo'lishi kerak. O'zinikini tabiiy holatda bemorni inson o'zinikini shaxsiy hujayralarni olib o'ziga qo'yib ishlatamiz va bu natijasida kasalga yosharish, hech qanday bir kasal, ximikal bir dorilarsiz yosharishga, kasallik davolanishga olib keladi. Donorlardan hech qachon foydalanmaysiz. Yo'q. Hurmatli teletomoshabinlar, bir necha soniyadan keyin davom ettiramiz. O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi davom etadi. Biz regenerativ tibbiyot haqida suhbatlashyapmiz. Yuqorida men bergan savollarga qisqa javob berib o'tdingiz. Keling, batafsil to'xtalsak, chunki animatsiya ham mavjud. Bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarga, shaxsan menga ham qiziq. Ana shu hujayralar qanday olinadi, qanday ishlatiladi? Mana quyidagi biz animatsiyada ko'rishimiz mumkin. Tizza bo'g'imini distrofik va degenerativ o'zgarishlari, suyakgacha shishi, sinovit yallig'lanishi, tog'ay qismini jarohatlarini ko'rishimiz mumkin. Va biz qo'llayotgan usul BIMAK usuli maxsus shpris moslama yordamida yonbosh suyakning orqa yuzasidan mahalliy oziqlantirish ostida suyakning ko'migigacha kirib va u yer suyak iligi olinadi va shunda suyak iligini olganimizdan keyin biz maxsus sentrifugaga qo'yib u yerdagi qoni trombositini, ya'ni o'sha ildiz stromalniy hujayralarni ajratib olamiz. Bu jarayon maloinvazivniy, ya'ni kichik jarrohlik amaliyoti bilan kechadi. Mana bu yerda biz ko'rib turibmiz, ildiz hujayralar qon tarkibidan ajralyapti. Sentrifuga apparatga qo'yganimizda shuni hisobiga ajralgan qismini keyin biz ajratib olamiz va maxsus navigatsiya, ya'ni ultratovush ostida zararlangan bo'g'imga yuboryapmiz va bu yerda yuborganda butun bo'g'imga tarqaladi. Shu bilan birgalikda bu misol uchun bemordagi, ya'ni yallig'lanish, destruksiyalar, degeneratsiya, kislotasining o'zgarishlarini kamayishiga, tog'ay qismini qalinlashishiga, harakatning cheklanishi, hayot tarzining sifatiga olib keladi. Demak, boshdan oxirigacha mana shu jarayon haqida hozir ma'lumotga ega bo'ldik. Bizda videorolik ham bor, siz tayyorlab kelgan. Kelinglar, hozir tomosha qilamiz. Marhamat. Rejissyorlarimizni iltimos qilamiz. Hozirgi kunda yirik va mayda bo'g'imlarning boshlanish etaplarida SVF hujayrasi muolajasi takomillashgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda yagona B-trench sentrifuga apparatimiz bor. Biz qorinni old devoridan yog' hujayralarini olib, o'zak hujayralarni bosqichma-bosqich maxsus sterilniy sentrifuga apparatida ajratib olamiz. SVF usuli bu hozirgi kunda zamonaviy regenerativ usullardan biri bo'lib, bu asosan yirik va mayda bo'g'imni boshlang'ich darajalarida ishlatiladi. Asosan bu ikkala chanoq son bo'g'imini koksartrozi, ikkala yelka bo'g'imini osteoartritida, ikkala tizza bo'g'imini osteoartritida, bo'g'imning barcha shamollash kasalliklarida, travmadan keyingi suyakning bitmaslik holatlarida keng qo'llasa bo'ladi. Tashakkur. Hozir yuqorida siz bir necha kasalliklarni sanab o'tdingiz. Mana rolikda ham ko'rdik. Qaysi bosqichda bu davolash usuli tavsiya qilinadi? Savolingiz uchun rahmat. Regenerativ tibbiyoti asosan barcha kasallikning darajalarida qo'llasa bo'ladi. Ya'ni biz asosan travmatologiya sohasida qo'llagan sababli asosan bizda misol uchun koksartrozlar, artritlar, osteoartritlar hamda mana pandemiyadan keyingi Covid asorati bo'lgan asseptik nekrozlarda birinchi, ikkinchi darajalarda bu yaxshi natija beradi. Uchinchi darajasida ham qo'llayapmiz. Bu holatni ushlab turishga olib keladi. Asosan bu usul bilan kasallikning boshlang'ich darajalarida yaxshi natija beradi. Va ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, amaliyot o'tgandan keyin inson
shunday yaralganki, psixologiyasi bo'yicha juda ham tez tuzalib ketishni istaydi. Samarasini shu 1-2 kunda ko'rsam deydi. Bu yerda bu qanday kechadi? Bu yerda birinchi navbatda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bemorni majmuaviy muolaja asosida davolanadi. Ya'ni bunda biza o'zak hujayralari bilan ishlagan sababli bunga ozgina u yerdagi tarqalib, tiklanib, yangilanib shu ma'lum bir vaqt ketadi. Shunda bir 6 oygacha, 3 oydan 6 oygacha bo'lgan mobaynida sekin-sekin o'z ta'sirini ko'rsatadi. Qilgan muolaja bemorlarimizda 3 oydan 6 oygacha bo'lgan natijalarni ko'ryapmiz. Tashakkur. Umuman olganda Regen Tashkent klinikasiga bemorlar qanday xastaliklar bilan murojaat qilishyapti? Avvalambor shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, biz xalqaro o'zak hujayralarini ishlatish bo'yicha jamiyati a'zosi biza. Ya'ni ISKA deyiladi. Bu jamiyat juda ham katta o'z ichiga mamlakatlarni olgan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Belgiya, Dubay, Qatar, Meksika, shulardan bittasi biz Regen Tashkent O'zbekistondagi ularning vakili hisoblanamiz. Bundan tashqari yana aytmoqchi edimki, shu yaqinda Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Toshkent akademiyasi, Surxondaryoda, Termizdagi filial bilan birgalikda birinchi marotaba regenerativ tibbiyot bo'yicha konferensiya bo'lib o'tdi. Bu konferensiyadan maqsad shu regenerativ tibbiyotni xalqimizga tatbiq qilish va bu bilan birgalikda xalqimizga o'rgatishdan iborat. Regenerativ Toshkentda hozirgi kunda biz ortoped, travmatolog, kichik jarrohlik amaliyotlaridan asosan biza bu yerda ikkala chanoq son bo'g'imining ko'ksi artrozlarida, keyin osteoartritlarda, barcha singan suyaklarning bitmasligi va juda ko'p tendinovaginitlarda juda ko'p kasalliklar ishlatamiz hamda yuz jarrohligida keyin yo'lga qo'yganmiz. Endokrinologiya sohasida ishlatamiz. Kelajakda bu yo'nalishimizni kengaytirish nimasida biz arafasida Xudo xolisa. Tashakkur ma'lumot uchun. Bugun studiyamizda mehmonlarimiz ham bor. Ularni taklif qilmoqchiman, chunki ular boshdan o'tkazganlar va bizning savollarimizga javob berishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Kelinglar. Marhamat, sizni ham taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Usmonova O'g'lay Ibragimovna. Mana shu bir necha yillardan buyon oyog'im og'rib yurar edi. O'tirib turishga ancha qiynalar edim. Mana shu xususiy klinikani eshitganimdan keyin shu murojaat qildim. Murojaat qilishim natijasida shu oyog'imni kichik turdagi operatsiya qilib o'tkazishdi. Hozirgi kunda bemalol o'tirib tura olaman, oyog'im bilan o'zim yaxshi yurib ketganman. Xursandman, doktorlardan xursandman. Men ham xursandman. Juda ham qisqa va lo'nda gapirib berdingiz. Aslini olganda og'riq qancha davom etdi? Og'riq o'zi oldin bir necha yillar og'rib yurar edi. O'tirgan joyimdan tursam, birdan yurib keta olmas edim. Keyin operatsiyadan keyin qisqa muddatda yaxshi bo'lib ketdim. Bemalol chopib yura olaman, o'tirib turganimda o'zimni yaxshi his qilaman. Demak, operatsiya yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi. Kam invaziv dedingiz, demak tez bajariladigan jarrohlik amaliyoti. O'zingizni yaxshi his qilayotganingizdan juda ham xursandman, chunki hozir studiyaga kirib kelayotganingizda kuzatib turdim, qanaqa yurib kirar ekanlar deb. Bemalol yura olaman. Chiroyli yurdingiz, chiroyli. Ana endi shifokorlardan so'raymiz. Marhamat. Mana bularni ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bular bizga 6 oy oldin murojaat qilgan edilar. Ya'ni bularda ikkita tizza bo'g'imida artrozi hamda degenerativ destruktiv o'zgarishlar hamda kistasimon o'zgarishlar va sinovit bilan bular ko'p joylarga murojaat qilib konservativ muolajalar olganlar. Vaqtinchalik bo'lgan ular. Bilamizki, konservativ bu dori, ximikat, gormon preparatlar ishlatiladi. Keyin biz bularga biymak, ya'ni suyak ilik hujayralari bilan davolashni tavsiya qildik. Bularga shu 6 oy oldin o'tkazdik. Hozirgi kunda yallig'lanish prosessi deyarli yo'q. Destruksiyalar, kistavitsimon o'zgarishlar mana kamaygan. Tog'ay qismlari ancha qalinlashgan, harakati aktivlashgan va hayot tarziga yaxshi harakatlari saqlangan. Hozirgi kunda bular endi nazoratda bo'ladilar, xudo xolasa. Yana bir tavsiyalarni berib turamiz. Demak, shifokorlar bergan tavsiyalarni bajarsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat shifokorlarga.
Rahmat, bugun kelganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Mikrofonni uzatsangiz yana bir mehmonimizga. Mikrofon taqilgan ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz. Sharofiddinov Abduqodir, Andijon viloyati Marhamat tumanidanman. Yoshim 54 da. Bundan 2 yil avval oz-ozdan haligi son chanoq nimasida og'riq oz-moz bo'lib yurdi. Rejani oldim. 2 oy, 3 oyda har nima qilib, keyin kuchayishni boshladi. Bu yerda Marhamat tumanida malham nimasini anaqasi vrachi To'lqin aka bilan maslahat qilib, yana qanaqa usullari bor buni maslahat so'radim. Mana shu usulda maslahat berdi menga. Shu orqali Mixlazbek bovurjalar topib nima qildik? O'tgan yili may oyida o'zak hujayra o'tkazib qo'yildi. Undan oldin xastani ham tashladim keyin. Demak, u hassada yuradigan bo'lib qolgansiz. Oz-moz yuruvdim-da. Og'rib borib kuchayib ketdi. Oxiri shu To'lqin aka vrachimiz shuni maslahat berdi, shunaqa. Mana 1 yil bo'ldi, may oyida 1 yil bo'ladi. Xudoga shukr, yaxshi, hali dori ichganim yo'q. Endi mana demak, hozir o'zgarishlar katta. O'zgarish 80-90% ga bor. Endi hozir yana shuni bir kurs olmoqchiman. Endi buni vrachlar bilan maslahat qilamiz yana. Siz uchun juda ham xursandman, chunki aslida aynan shunday xastaliklar, mana yuqorida aytdilar, aynan og'ir preparatlar bilan davolanadi. O'sha gormonoterapiyani ham o'zini asoratlari katta, lekin hozir siz jarrohlik amaliyotidan keyin deyarli 1 yil ichida og'riqlarni his qilmayapman, bemalol yuribman deganingiz meni hayratda qoldirdi. O'ylaymanki, teletomoshabinlarimiz ham hozir bizni diqqatdan tinglashyapti va agarda sovuq o'tib qo'yganda og'riydi hozir ham. Oz-moz o'zimiz. Lekin o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak, chunki shifokorlar qiladigan ishni qilib bo'lishdi. Buyog'iga ko'p narsa o'zingizga bog'liq. Endi mana shifokorlaringizdan ham so'raymiz, nimadan boshlangan, qanday murojaat qilganlar? Ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Bu bemorimiz asosan Covid pandemiya tarqalgandan keyin boshlangan, Covid bo'lgan. Covidni bilasizlar, endi hozir asoratlari ko'pincha shu xalq tilida aytganda suyaklarga beryapti. Suyaklarga berib, haligi yemirilish kasalligini keltirib chiqargan. Bu bemorimizda ham shu Coviddan keyingi son chanoq bo'g'im aseptik nekrozi kelib chiqqan. Shuning uchun bu yoq yurganda og'riq bo'lib, hassaga o'tib qolishgan, sababi og'riq kuchli bo'lgan. O'sha paytda oyog'ini ham ko'tarolmagan. Sinavit berib, og'riq berib, shamollab murojaat qilgan, lecheniyalar olgan 1 yil davomida bizga murojaat qilib keldi. Biz tekshiruvlardan o'tkazdik. MRT tekshiruvlardan o'tkazganimizda bu bemorimizda aseptik nekrozda 2-darajasi ekan, son chanoq bo'g'imini. Yaxshi vaspalinalari yo'q ekan, sinovitlari yo'q, lekin yemirilish davom etyapti suyakda, tog'ay qismida. Keyin biz bu yoqqa shu muolaja SVF terapiya muolajasini taklif qildik. Bu yoqqa tushuntirdik. Bu o'sha xiryaj qismini tiklovchi muolaja sizga yordam beradi. Bu aseptik nekrozda 1-2 bosqichida natijalar yaxshi olyapmiz deb tushuntirdik. Bu bemorimiz bu muolajaga rozi bo'ldi va muolajani o'tkazdik bu yoqda. 1 yil oldin o'tkazganmiz. 2023-yil maydamidi? Mayda o'tkazdik. O'tkazganimizdan keyin 1-2 haftalarda keyin nimasini, hassasini tashlashdi. Yurishga ruxsat berdik. Reabilitatsiyani davom ettirdik. Yana bizda kelib ketib nazoratimizda turdi. 3 oy, 4 oy. Hozirda bemalol ishiga qaytgan. Ishni bajarib, o'zi nima qilyapti? Posle rentgenlari bor, mana ko'rganimizda. Demak, mana ilk holat va 1 yildan so'ng holat. 1 yildan so'nggi holati. Lekin oldingiga nisbatan o'zgarish bo'lgan, 1-darajaga qaytgan. Endi yana qayta bu muolajani olish uchun bizga murojaat qilib keldi. Mana hozir aytyaptilarki, qayta olaman deyaptilar. O'zi necha etap bo'yicha, ya'ni bosqich bo'yicha olinishi mumkin? 1 marta, 2 marta, 3 marta yoki qandaydir og'riqlar sezganda yana yugurib kelib sizga murojaat qilishi mumkinmi? Qarshi ko'rsatmalari bormi? Nima deysiz? Hozir bu muolajani 1 yilda 1 marta qayta olsa bo'ladi. Mumkin. O'zi bu muolajani 3-4 martaga olsa bo'ladi. Asosan o'zi 1-2-3 martada o'zi tiklanib ketadi bu muolajadan keyin. Bunga endi qarshi ko'rsatmalar ko'proq o'sha yiringli holatlarda, bo'g'imda yiring bo'lsa
infeksion kasalliklari bo'lsa, keyin revmatoidni artritni o'ta qo'zg'algan faol davrlarida mumkin, o'tkir davrlarda mumkin emas. Endi buning uchun biz bu muolajani qilishdan oldin bemorni laborator tekshiruvlardan o'tkazamiz. Paraklinik tekshiruvlar o'tkazib turib, keyin bunga qarab tayyorlaymiz bemorni, o'zini tayyorlaymiz. Lekin bir narsani aytib ko'ring, bu operatsiya emasda bu. Bu kichik muolaja. Ko'pchilik aytadiki, o'ylab ko'radiki, bu operatsiya deb qo'rqishadi mana xalqimiz. Bu operatsiya emas, bu narkoz berilmaydi. Mahalliy beriladi. O'sha kuni olib 2 soat bizda klinikamizda nazoratda turib uyga ketishlari mumkin kasallik. Bu juda ham muhim, chunki bizni ko'rib turgan teletomoshabinlar orasida aynan shunday xastaliklarga duchor bo'lgan insonlar bor va ular hozir diqqat bilan eshitishyapti. Bobur aka, qarshi ko'rsatmalarga qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Qarshi ko'rsatmalar yana mavjud. Bulardan biri onkologik kasalliklar bo'lsa, keyin qon kasalliklari bo'lsa, shu qo'shimcha shu paytda bu usullar mumkin emas. Demak, klinikaga murojaat qilib, tekshiruvlardan o'tib, hamma shifokorlar ruxsat bergandan so'ng bemalol muolajani o'tkazish mumkin. Men bugun ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun sizdan minnatdorman. Chunki men har doim aytaman, shifokorlar o'zlari bergan ma'lumot bilan xalqimiz kifoyalanmaydi. Odatda bemorlar kelsa sizlarga ko'proq ishonishadi, chunki boshdan o'tkazgan tabib deyishadi. Bugun kelib kasallik tarixingiz bilan bo'lishganingiz uchun, bizni mehmon bo'lganingiz uchun minnatdormiz. Sizlarni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, biz bir necha daqiqadan keyin qaytamiz. Bizda hozir reklama. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda va meni qo'limda sizdan kelgan savollar bor. Hozir Bobur akaga murojaat qilamiz. Tizib bo'g'imi tog'ay qismi xondromaliyasini 4-bosqichida o'zak hujayra bilan davolasa bo'ladimi, debdilar. Agar kasallikni to'g'ri o'qigan bo'lsam. Marhamat. Bu yerda bemorni anamnezini, ya'ni uni qanday oldin kasalliklar borligini bilib, keyin laborator tadqiqotlar, MRT xulosalariga nima qilib, darajasiga qarab qo'llasa bo'ladi. Boya ta'kidlab o'tganimdek, 2-chi, 3-chi darajalarida yaxshi natijalar beradi. 4-darajasida ham qilamiz, lekin natijasi kamroq bo'lishi mumkin. O'shaning darajasiga qarab bemorni o'zi individualni ko'rib etiladi. Demak, murojaat qilsalar aytasiz. O'g'lim 29 yoshda, Covidni boshdan o'tkazgandan keyin koksartroz rivojlandi. Hozir endi protez o'rnatish kerak ekan. Koksartrozni 4-bosqichida bu muolajani olsa tuzalib ketadimi, debdilar. Yana 4-bosqich. Bu yerda bo'g'im saqlovchi kichik jarrohlik amaliyotlari mavjud. Ya'ni bu usullarni tunnelizatsiya, vaskulizatsiya degan yana kichik amaliyotlarimiz bor. Ya'ni biz bilamizki 29 yosh ekan, iloji boricha o'zini bo'g'imini saqlagan yaxshi. Ya'ni buni o'sha MRT rentgenlarni ko'rgan holatda chalon somuni boshchasini holatiga qarab tavsiya bergan bo'lardik. Shu kichik jarroh amaliyotini, ya'ni bo'g'im saqlovchi tunnelizatsiya apparatini o'tkazib, undan keyin bunga qo'shimcha ravishda shu o'zak hujayralari bilan shug'ullansak, natija yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Tashakkur. Koksartrozni 2-bosqichidaman, davolanib turaman. Koksartrozda o'zak hujayrani o'tkazsa bo'ladimi? Bu muolaja necha marotaba o'tkaziladi, debdilar. Marhamat. Koksartrozni 2-darajasiga o'zak hujayrani davolash juda ham yaxshi natija beradi. Bularga 2-darajasiga 2 marta, uzoq 3 marta bu muolaja qilinsa, juda ham menimcha yaxshi natija beradi deb o'ylaymiz. Tashakkur. Tizza bo'g'im artriti bilan ko'p yillardan beri davolanib kelaman. Tizzamdan gormon ukollar ham olganman, lekin butkul tuzalib ketmaganman. Agar shu muolajani olsam tuzalib ketamanmi, debdilar. Avvalambor bemorni, ya'ni o'sha oldingi kasalliklarini, ya'ni kasallik tarixini bilgan holatda buni tekshiriladi. Biz bilamizki, shu paytgacha gormon preparat juda ko'p ishlatilgan, lekin hozirgi paytda biz gormon preparatini deyarli ishlatmaymiz. Ya'ni bo'g'imda artrit, ya'ni yallig'lanish
yog'lanishi bo'lsa, albatta bu yerda revmatolog, ya'ni bo'g'im shamollashi doktori bilan ham birgalikda davolanib, keyin bizning, ya'ni o'zak hujayra davolash qilsa bo'ladi. Bu yerda o'zak hujayralarini yana bir hamma biladigan PRP plazma turlari bor. Endi uni hamma bilgani uchun biz hali aytib o'tmadik. Shu shamollash kasalligida shu usullarni qilsa, yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Tashakkur. Odamlar 72 yoshdalar, tizza bo'g'imlari qattiq og'riydi. Shu yoshda ham bu muolajani o'tkazsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Avvalambor yoshlari ulug'aygan, umrlari uzoq bo'lsin. Bizdagi o'zak hujayralari bilan davolash usullari juda keng bo'lib, bizda ekzosomal hujayralar mavjud. Ya'ni bu o'zak hujayralar, ya'ni shu qon tomir, ya'ni orqali yuboriladi hamda to'g'ridan to'g'ri bo'g'im ichiga yuboriladi. Yoshlariga shu usullarni taklif qilamiz. Ekzosomal mavjud, davolasa bo'ladi, murojaat qilsa. Tashakkur. Bugun studiyaga qandaydir moslamalarni ham olib kelgansiz. Keling, shu haqda ham qisqa ma'lumot berib o'tsak. Birinchi marta aytmoqchi edimki, o'zak hujayralari bilan ishlash bu yuqori texnologik usul va hamda sifatli moslamalar bilan ishlaymiz. Birinchi navbatda BIMAK usulimiz bor. Ya'ni BIMAK usulimiz boya videorolikda aytib o'tgandek, maxsus shpris moslama funksiyoni bu 3 ta qismdan iborat. Avvalambor birinchi qismida biza bo'g'imni kortikal qismigacha biza boshqarish uchun, suyakni teshib olmasligi uchun boshqaruvchi kontrolni hisoblanadi. Birinchi bunda kiramiz. Keyin ikkinchi navbatda suyak iligini moslamasini qo'yib va u yerdan suyak iligini olish uchun bu yerda mana shprislarimiz bor. Bu shprislar bilan tortib olamiz va maxsus probirkalarimizga solib, bularni sentrifugaga qo'yib, tromboslarni ajratib olamiz. Bu BIMAK usuliga tegishli. Keyin yana ikkinchi usulimiz, ya'ni shu qorin oldi yog' devoridan olish moslamalarimiz mavjud. Bu usullarimiz asosan maxsus mana ignalar yordamida olinadi. Maxsus mana moslamalar olinadi va bunda yog' hujayralarini old tomondan olganimizda maxsus, ya'ni bizning moslamamiz, ya'ni shu birinchi shu apparatimiz bor. Bu bosma boshi yuqori darajada o'zak hujayralarni ajratib beradi va shularni zararlangan to'qimalarga yuboramiz. Tashakkur. Savollarimizga javob berganingiz uchun minnatdorman. Endi hamkasbingizni monitor oldiga taklif qilaman, sizni esa o'rindiqqa. Rahmat. Marhamat. Hurmatli teletomoshabinlar, davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor ginekolog, reproduktolog Surayyo Yo'ldosheva. Yana bir bora assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Birinchi marta kelishingiz emas, siz bilan avval ham suhbat qurganmiz, juda ham malakali shifokorsiz. Bugun ham talagina savollarimiz bor. Keling, avval regenerativ tibbiyot ginekologiyada qanday yordam berishi haqida suhbatlashsak. Bu savol juda ham ko'p odamni qiziqtiryapti, chunki ko'p ayollarimizda xavf bor. Mana bu narsani tekshirishdan oldin, izlanishdan oldin birinchi o'zimga savol bergandim, bu foydalimi yo xavflimi degan savol bo'ldi. Chunki tabiiy ayollarimizda ko'p shunaqa yolg'on, noto'g'ri ma'lumotlar bor, miflar bor, har xil, chunki ko'p aktyorlar o'lib ketgan o'zak kletkalardan deb, o'zak hujayralardan. Lekin bu noto'g'ri fikr ekan, chunki o'zak hujayralar har xil turga bo'linar ekan. Embrional o'zak hujayralar, mezenximal o'zak hujayralar o'zidan olinib, собственный клетки deyiladi, o'zini hujayralari. Bu o'zini hujayralaridan bo'lsa, unaqa yomon ta'sirlar bo'lmaydi. Keyin bizlarda albatta bu muolajalardan oldin tekshiriladi. Onkologik xavflar bormi, yo'qmi? Bular xavflar yo'qolgandan keyingina bu narsani bizlar tavsiya qilishimiz mumkin. Ginekologiyada ko'p narsalarda ishlatiladi. Bu masalan ginekologiyada xuddi kosmetologiyada faqat yuz emas, ayollarda bilasiz ko'p jinsiy a'zolarni ham o'ylashadi. Bu yerda demak pigmentatsiya, quruqlashish, boshqa narsalar yo'qoladi. Keyin ekzosomalar degan narsa bor. Bu o'zak hujayralar aro vezikulalar, bular
xuddi konvert pochta deb agar organizmni tasavvur qilsak, egzosomalar bular hamma faktori ro'sti, o'sha ro'st o'sish omillarini, belok oqsillarini, har xil foydali mahsulotlarni hujayralarga olib borar ekan. Bu egzosomalar hech qanaqa DNK o'zida olib bo'lmaydi, DNKsi yo'q. Shuning uchun hech qanaqa xavf tug'dira olmaydi va boshqa kletkani proliferatsiyasini olib kelmaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan qabul qilsak bo'ladi. Egzosomalarni ko'p ayollarimizga nima qildik, o'zlarimiz ham oldik. Bu egzosomalarni qachon qo'llaniladi? Egzosomalar 35 yoshdan keyin har yili olib turilsa, bu narsa o'sha qarilikni to'xtatib turadi. Bu fantastika emas, Nigoraxon. Shuning uchun bemalol qo'llasa bo'lar ekan. Bunga amin bo'ldik. Hozir men bilasiz, men как reproduktolog, men ekoklinikada ishlayman. Siz ona bo'lasiz klinikasida. Hozir bizlar egzosomalarni уже birinchi bo'lib qo'llayapmiz tuxum hujayralarida. Tuxum hujayralarini yosharish prosesiga olib kelyapmiz. Hozir bitta video qo'yib ko'rsatmoqchi edim. Videoni olib keldim. Qizimiz 34 yoshda. Qoraqalpog'iston viloyatida bu preoral zonasi bo'lgan Orolbo'yi mintaqasida juda ham ko'p shu holatni kuzatyapmizki, ekologiyami, shu nimagadir o'sha tuxumdonlarni erta qarishi bu albatta klimaksga olib keladi. Bu qizimizda bola bo'lmagan, bepushtlik 9 yil. Bularda bittagina follikulasi bor edi. Hozir oldin biz PRP qo'llar edik. Hozir biz PRP bilan egzosoma bilan qo'shib qilganimizda hozir 5-6 ta follikula oldik. Xudo xohlasa eko muolajasini o'tirib, keyingi ko'rsatuvlarda shu bolasi bilan kelishga harakat qilamiz. Bolachasini. Demak, hozir videorolikni tomosha qilishimiz mumkin. Marhamat. Roligimiz tayyor bo'lsa. Bizlar o'zlarimiz ham hayron qoldik. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5-6 ta chiqyapti-da follikullar. Endi xudo xohlasa yig'ib hammasini banking qilyapmiz hozir, keyin qilamiz. Bu qizlarimiz 10 dan oshib ketdi. Bunaqa kasallarimiz. Ko'rdik, o'zlarimiz ham amin bo'ldik. Bu narsani qanchalik yaxshi narsa ekanligini, bu kelajak dorisi deb o'ylayman. Aslida biz ayollar ko'proq tashqi qiyofamizga e'tibor beramiz. O'ylaymizki, yosharsak faqat tashqi yosharishimiz kerak deymiz. Lekin siz aytayotgan muolaja, demak, ayolni ichidan ham yoshartiradi bo'ladi. Bu faqat bola uchun emas, o'zingiz uchun ham qilinsa bo'ladigan muolaja. Bu faqat punksiya yo'li bilan emas, laparoskopik yo'l bilan ham qilsa bo'lar ekan. Непосредственно o'ziga ham tuxumdonni o'ziga ta'sir qiladigan qilsa ham bo'ladi. Endi menimcha bu kelajakda juda ham ommaviylashib ketadi, chunki egzosomalar hech qanaqa xavf tug'dirmaydi, chunki DNKsi yo'q. RNK bu sizga hamma o'sha dori vositalarini o'sha o'zak hujayra, o'zimizni o'zak hujayralarimizga keltirib olib keladi. Shuning uchun bu narsa hech qanaqa yomon narsaga olib kelmaydi. Chunki odatda bizda nimadir yangilik bo'lsa, albatta xalqimiz birinchi bo'lib o'sha onkologiyaga olib kelsa kerak degan savollar bilan murojaat qilishadi, lekin siz aytib o'tyapsiz, DNKsi yo'q. Demak, hech qanday o'zgarishlar bo'lmaydi, faqat yosharadi. Yosharadi-da. O'zlarimiz ham oldik. Bu nima emas, maxfiy ma'lumot emas. O'zlarimiz ham oldik. Juda ham yaxshi. Lekin bilinyapti. Yosharganingizni bugun bildim. Har doimgidek go'zalsiz. Yana qanday ginekologik xastaliklar bilan ayollar murojaat qilishyapti? Bu ginekologik xastaliklardan ko'pincha masalan nevralgiya yoki simptom tazoviy bo'li. Bu narsa og'riqlar, endometriozlarda bo'ladigan og'riqlarda ham juda ham yaxshi yordam beryapti. Keyin perimenopauzada, klimakterik sindromni oldini olish maqsadida biz hozir ko'p ommaviy ravishda уже qo'llayapmiz. Ayollarimiz juda ham bu narsadan xursand, chunki o'zlarini xuddi 35 yosh bo'lib qolganday tasavvur qilishyapti, sportni boshlab yuborishdi, o'ziga qarab, o'sha tabiiy ovqatlanish tartibiga ham oldin uglevodlarni yeb yurishardi ko'proqda. Hozir u narsaga unchalik qaralmaydi, chunki o'sha egzosomani tarkibida belok, oqsil ham bor. Oqsil uglevodlarni o'sha yeyishini to'xtatadi. Demak, tabiiyki, shu tabiiy ovqatlanishga o'tishga yordam beradi yaxshi.
Tashakkur. Muxlisimizdan savol bor. Yoshim 38da endometrioz xastaligi tashxisi qo'yilgan, uni regenerativ muolajalar bilan davolasa bo'ladimi debdilar. Hozir deyarli javob berdingiz. Keling, yana bir marta aytib o'tamiz. Qanday davolanadi? Ya'ni keladilar klinikaga, huzuringizga. Endometrioz bo'lgan qizimizda birinchi navbatda biz onkomarkerlarni tekshiramiz. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, keyin o'sha tuxum hujayrasiga egzosoma PRP bilan men tavsiya qilgan bo'lar edim. O'zlari ham sezadi, og'riqni ham qoldiradi bu egzosomalar va follikullarni ko'payishiga yordam beradi. Chunki endometrioz shunaqa kasallikki, o'sha xronическое воспаление, surunkali shamollash, yallig'lanish kasalligini olib keladi. Oqibatida albatta og'riqlar bo'ladi. Shuning uchun bu endometriozga juda ham yaxshi davo deb o'ylayman. Kelsinlar, yordam berasiz. Yordam beramizda. Yana bir savol bor. Yoshim 29da, turmush qurganimga 8 yil bo'ldi. Homilador bo'la olmayapman. Follikulalarim kamayib ketgan ekan. Xo'jayinim ekoga rozi bo'lmayaptilar. Ayollar bepushtligida regenerativ muolajalar qo'llanilayotgan ekan. Shu haqda ham ma'lumot bersangiz. Juda ham yaxshi savol. Tematik savol ekan. Bu kasalimizda albatta birinchi navbatda tabiiy qilib ko'rishga harakat qilamiz. Tuxum hujayralarini o'stirishga. Agar xohlasalar o'sha egzosomalarni tuxumdoniga qilib, ko'proq follikullarni olib, keyin stimulyatsiya qilib ko'ramiz tabiiy ravishda va yoki inseminatsiya prosessi bemalol agar trubalari ochiq bo'lsa, ekosiz harakat qilsak bo'ladi. Demak, deyarli har bir kasallikni davolashda ishlatsa bo'ladi. Bu yo'nalishda yana izlanishlar olib borilyapti va klinikangizga shunday bemorlar murojaat qilsa, siz albatta yordam berasiz. Bugun kelganingiz uchun minnatdorman. Sizni yana o'rindiqqa kuzatib qo'yamiz. Marhamat, hamkasbingiz bilan o'rin almashishingiz mumkin. Bugun dasturimizda suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor ginekolog Surayyo Yo'ldosheva bo'ldilar. Mana endi biz yuz jarrohi kosmetolog Nilufar Saidmurodova bilan suhbatlashamiz. Siz bir o'zingiz kelmagansiz, agar adashmasam bugun mijozingiz ham bor. Keling, ularni ham taklif qilamiz. Birozdan keyin taklif qilamiz. Xo'p bo'ladi, marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Marhamat. Sizning yo'nalishingizda bu yangi kashfiyotlar qanday qo'llanish topyapti? O'zi mening yo'nalishimda bu kashfiyot desak ham bo'ladi, lekin bu kashfiyot kamida 100 yil oldin aniqlangan. Biz uchun bugun kashfiyot bo'lyapti. To'g'ri, bu O'zbekistonga hali endi yaqinda kirib keldi va aynan bizni mana sohamda yuz-jag' sohasida asosan 10-15 yoshga yashartirish uchun va terimizni yoshga xos xususiyatlarini kamaytirish uchun va yana bizda organizmimizda hamma yoqda bo'g'imlar bor. Yuz-jag' sohamizda ham bitta katta bo'g'imimiz bor, chakka pastki jag' bo'g'imi. Bunda ham ko'pincha muammolar bo'ladi. Ayniqsa yosh o'tgandan keyin, ayniqsa ayollarda ko'rish mumkin, surunkali chiqib ketish holatlari yoki ochib yopganda qandaydir ovoz eshitiladi. Qirtayotgan ovoz bo'ladi. Bu ko'p uzoq muddat davomida tish kasalliklari asorati bo'lishi mumkin, har xil bo'g'im kasalliklari bu yerda ham uchraydi. Va xuddi shu yerda bo'g'imda ishlatsak bo'ladi va yana mana yuzimizni biologik yoshini yoshroq saqlab turishimiz kerak. Chunki biologik yoshimiz bizni hayot tarzimiz bilan bog'liq. Pasport yoshimizga nisbatan ayollarimiz har doim xohlaydi bizning biologik yoshimiz yoshroq bo'lishini. Ayniqsa hozirgi zamon ayollar ko'pchilik ishlaydi va ish jarayonida yoshroq ko'rinishni hamma xohlaydi. Lekin bizni biologik yoshimizni oxirgi vaqtlarda turli xil antibiotiklarni qabul qilish, palapartish ravishda hech qanday shifokor tavsiyasiz qabul qilish ko'payib ketgan. Bular jigarga ta'sir qiladi, buyraklarimizga ta'sir qilyapti va yana uyquni buzilishi, rejimning yo'qligi, faol harakat tarziga o'tganmiz chunki va yana har xil tashqi omillar ta'sirida stress bo'lishi mumkin, sovqotish, immunitetni tushib ketishi, shu holatlarni hammasi hujayra darajasida ta'sir qiladi. Aslida biz hujayralardan tuzilganmiz. Mana endi men hozir barcha ekspertlarimizni gaplarini ham to'ldirib o'tmoqchiman. Asli bu biz aytayotgan mezenximal hujayralar nima?
asli bu o'zak hujayralar qayerdan paydo bo'ladi va sizlar qiziqayotgan rakka olib keladimi yoki yo'qmi? Mana har bir o'zak hujayralari aslida ikki xil turda bo'ladi. Embriondagi o'zak hujayralari va butun yetilgan organizmdagi o'zak hujayralari. Bular bizga har doim yangilanib turishga yordam beradi. Tushib ketadi, o'rniga yangisi paydo bo'ladi, kasallik bo'ladi, o'rniga yangisi tiklanib olishi kerak. Ular qayerdan tiklanadi? Axir o'zak hujayra qaytib o'rnini egallaydi, eskisi ko'chib tushaveradi, terida ayniqsa. Mushak, suyak to'qimalari 10-15 yilda yangilanadi. Shuning uchun ham bizni travmatolog ortopedlarimizni natijalari sal sekinroq yuzaga chiqib ko'rinadi. Chunki o'zi biz shunday yaralganmizki, sekinlik bilan tiklanadi u to'qimalarimiz. Teri to'qimalarimiz tezroq tiklanganligi uchun mandagi natijalar sal tezroq ko'rinishi mumkin. Yuz jah xirurgi va kosmetolog sifatida ayta olaman. Va har bir o'zak hujayrasi, embrional o'zak hujayrasi bu qayerda bor? Mana masalan, erkak va ayolni tuxum va urug' hujayrasi birlashib yangi organizm hosil bo'ladi. Avvaliga bu organizm tashqi qavat va ichki qavatdagi hujayralardan iborat. Mana shu ichki qavatdagi mayda hujayralardan, ya'ni mana bu yerda ko'rsatilgan blastotist, o'sha yerdan agar olsakkina bu embrional o'zak hujayra hisoblanadi. Lekin bu embrionni nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu etnik va diniy taqiqlarga uchragan, faqatgina 2009-yilda AQShda Barack Obama va Jorj Bush tomonidan ruxsat berilgan, lekin butun dunyoda bu boshqa davlatlarda hali ruxsat berilganligi yoki taqiq olib tashlanganligi ma'lum emas. Shuning uchun tadqiqotlarga qiziqsak, aynan embrional o'zak hujayralarga AQShdagi olimlarni maqolalarini ko'rishimiz mumkin. Lekin biz mana endi bu hujayralar har biri differensiatsiyalashadi, ya'ni har biridan bizni har bir a'zoyimiz, to'qimalarimiz paydo bo'ladi, ma'lum bir programmaga ega ular. Biz shuning uchun ham keyingi bosqichdagi hujayralarga yetib keldik. Ya'ni yetilgan organizmdagi o'zak hujayralar, ya'ni o'sha ma'lum bir organizmimizda ma'lum bir joyini hosil qiladigan o'zak hujayralar. Faqatgina suyak iligida hamma organlarimizga yetarli bo'lgan o'zak hujayralari bor. Shuning uchun ham ilikdan yoki yana bir biriktiruvchi to'qimalarimiz, ya'ni bizning yuzimizni chiroyli qilib tortib turgan hamma boylamlarimiz, paylarimiz bor. Bular yosh o'tgan sari ular biroz osila boshlaydi. Gravitatsiya kuchi bilan gravitatsiya kuchi pastga tortadi va sentrallashib pastga tortiladi. Bu mana elektron mikroskopda embrionni ko'rinishi, o'sha men aytayotgan embrional o'zak hujayralar mana. Bu lekin hozircha bizda qo'llanilmaydi. Biz somatik, ya'ni ingliz tilida adult stem cell deyiladi. Ya'ni buni biz qo'llamaymiz, faqatgina somatik, ya'ni kattalar yoki voyaga yetgan bolani o'zak hujayralardan foydalanamiz. Bular qayerlarda bor bizda? Somatik o'zak hujayralar. Sochimiz follikulasida. Chunki sochimiz o'sadi har doim follikulada. Shuning uchun ham soch alopetsiyasida ham qo'llasa bo'ladi. Aynan o'sha yoki ilikdan olib qo'llaymiz yoki qorin atrofi yog' to'qimalaridan, chunki qorin atrofi yog' to'qimasini orasida ham mezenximal o'zak hujayra va qon hosil qiluvchi ichaklarimizni devorini hosil qiluvchi, u ham tez-tez yangilanadi. Uni hosil qiluvchi, terini hosil qiluvchi o'zak hujayralar yog' to'qimalarimiz orasida ham joylashgan. Bu tasdiqlangan, ilmiy asoslangan. Va bundan tashqari erkaklarda moyakda, yana boshimiz, miyamizni yarim sharlarida yo'q. Shuning uchun u vaqt o'tgan sari atrofiyaga uchrasa, uni davolay olmasligimiz mumkin. Lekin gipokamp sohasida bor. U ham tez-tez yangilanadi va yana bitta narsa kuzatganmisiz, buningiz hid bilishni sezmay qoladi-da, ma'lum muddat kasal bo'lgandan keyin yana siz hid sezib ketasiz. Bo'ladi. Chunki bu yerda ham o'zak hujayramiz bor va u o'sha hid biluv piyozchalarni qaytib tiklab beradi. Mana bu o'zak hujayrani ta'siri shunga asoslangan. Ya'ni o'sha yerdagi hujayra o'sha organ yoki to'qimani hosil qilib beradi. Faqat ilik va yog' to'qimasiga tegishli emas. Ularda hammasi bor. Mana yog' to'qimasi biz hozir Bobur aka va Mirlaziz aka tushuntirdilar, qanday qilib SVF bu stromal
mezenximal hujayra degani mana shu yog' to'qimasini orasida hozir aytib o'tganimdek hamma o'zak hujayralar, somatik o'zak hujayralar bor. Embrional emas. Endi embrion bo'la olmaymiz-ku. Mana shu hujayralarni oldik Va go'zal bo'lish uchun nimalar qilamiz? Go'zal bo'lish uchun endi mana shu hujayralarni maxsus usul bilan ajratib olib, uni inyeksiya holatida yuzga xuddi mezoterapiya, revitalizatsiya holatida yuborsa bo'ladi, bo'g'imlarga ishlatsa bo'ladi. Sizni yo'nalishingizda demak soch mezoterapiya. sohasiga alopetsiyani davolash uchun ishlatsa bo'ladi. Men har doim yangi metodni o'zimga qo'llab ko'raman va keyin bemorlarimga o'zim yaxshi natija his qilsamgina qo'llayman. Mana o'zimda ham qarang qanday o'zgarishlar bor. Yoshga xos bo'lgan pigmentatsiyalar bor. Mana pigmentatsiya yo'qolgan. To'g'ri, bu yerda yorug'roq tushgan, lekin pigmentatsiyani farqini bilsak bo'ladi. Va yana yoshga xos osilishlar paydo bo'ladi. Meni ham yoshim 33 da. Baribir menda ham gravitatsiya tufayli yoshga xos o'zgarishlar har qanday 30 yoshdan keyingi ayollarda uchraydi. Mana shu hozir menda yo'q. Men o'zimda shuni birinchi bo'lib sezdim. Yoshga xos bo'lgan osilish yo'qolgan. Ya'ni brilka deymiz, brilka mana tortilamiz, avval saqlanib joyiga qaytdi va mana o'zimizning bemorimiz Nigor opada ham qo'llaganimizda mana qarang, toshmalar, yallig'lanishga xos bo'lgan toshmalar, ko'zning tagida ko'karish, qorayish holati yo'qolgan. Bu bir oy ichida xolos. Bu yana nechta muolaja o'tkazganlar? Bu hozircha bitta. Yana shunday narsaki, bizni terapiyamiz, ya'ni regenerativ tibbiyot insonni tiklab boradi. Masalan, kosmetologik muolajalar bor, filler qilamiz, chiroyli bo'lamiz, botulina terapiya qilamiz, chiroyli bo'lamiz va uni natijasi o'sha zahotiyoq bizga ko'rinadi. To'g'ri, regenerativ tibbiyotning natijalari darhol ko'rinmasligi mumkin, lekin yig'ilib vaqt o'tish kerak bunga. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyingina bu organizm o'zini kimdir sezmay qolishi mumkin, lekin atrofdagilar sezadi, tiklanib boradi. Bu bizni hujayralar, mezenximal o'zak hujayralar fibroblastlarga aylanadi. Fibroblast esa bizda biriktiruvchi, bizni sevimli ayollarning sevimli bo'lgan biriktiruvchi to'qimalarni tiklab beradi. Uni ishlab chiqaradi. Bizda mana bolalarda fibroblastlar soni ko'p, ularning shuning uchun yuzini turgiri zo'r, tarang, yog' to'qimalari ham hali chetda joylashgan. Fibroblastlar soni bizda kamroq va aktivligi kamaygan. Har xil tashqi muhit ta'sirlari natijasida hujayralari ozgina shokka tushib qiynalib qolgan bo'lishi mumkin. Biz ularga ozgina yordam berib yuborsak, nafaqat mezenximal o'zak hujayra, balki egzosomalarimiz bilan ham yordam bersak, u o'zini tiklab, qaytib o'sha biriktiruvchi to'qima ishlab chiqarilishini davom eta boshlaydi. Bu faqatgina yaxshilanishga qarab ketadi. Tashakkur. Mana mehmonimiz tayyorlar. Marhamat, sizni studiyaga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Suratda sizni ko'rdik. Hayotda umuman boshqachasiz. Yoshsiz, go'zalsiz. Demak, sizni usulingiz ishlayapti. Hozir o'zlaridan ham so'rasangiz. Albatta, so'raymiz. O'zingizni tanishtirsangiz, necha yoshdasiz? Assalomu alaykum. Ismim Nigora. 41 yoshdaman. 42 yoshga to'laman bu yil. Turkiyaga qilgan safarlarimda regenerativ tibbiyot, ya'ni bu eksozom usullarini ko'p doktorlardan eshitib kelardim. Shu 1 yil ichida, 1 yil davomida ularni meditsinani har xil sohalarda qo'llashlarini guvohi ham bo'ldim. Lekin hali o'zimizda shunaqa klinika ochilib qo'llashi haqida umuman hech qanaqa ma'lumot yo'q edi. Mana Toshkent shahrida Regen klinikasi o'z faoliyatini boshladi. Bu klinikamizda har xil yo'nalishda doktorlar faoliyat olib borishadi. Shu eksozom bilan birga plazma terapiyani yuzimga olishni xohladim, chunki shu yoshga qadar hech qachon kosmetologga bormaganman, yuzimga hech narsa qildirmaganman. Lekin vaqt o'tgan sari shu yuzdagi mayda ajinlar, quruqlik, ya'ni har xil pigmentlar paydo bo'la boshladi va shuni o'zimda qo'llab ko'rishga qaror qildim. 1 oy oldin qildirdim shu muolajani, lekin o'zim shuni yaxshigina seza boshladim. Qachon seza boshladingiz?
muolajadan keyin 2 haftalardan keyin seza boshladim. Yuzda pigmentlar sekin yo'qola boshladi. Qanaqadir yorug'lik kirgan yuzga, oqarish paydo bo'lgan. Keyin ko'zimni tagidagi mayda ajinlar ham sekin ketyapti. Lekin ko'plab doktorlarimizdan, yana meni o'zim internetdan olgan ma'lumotlarimga ko'ra, Nilufar aytib o'tganlaridek, buni natijasini 1 oyda yoki 2 oyda kutish kerak emas, chunki bu ilik hujayralari bizning organizmimizga kirgandan keyin sekin o'z faoliyatini ko'rsatib, natijasini bera boshlaydi. Endi jarayon haqida so'ramoqchiman, chunki ilik deyishganda shaxsan men qo'rqaman. U og'riqli deb o'ylayman. Uni olish jarayoni, keyin u tozalangandan keyin uni yana boshqatdan inyeksiya sifatida qabul qilganingizda ham baribir og'riq sezasiz. Keling shu haqida gapirib bersangiz. Jarayon albatta og'riqli. Og'riqli bo'lgani uchun men sedatsiya usulini tanladim. Biroz uxlatib, keyin yuzimga olishni ma'qul ko'rdim, chunki hali umrimda biron marta kosmetologga murojaat qilmaganim uchun, bu men uchun ilk jarayon bo'lgani uchun shu sedatsiya usulini tanladim. Bu hech qo'rqinchli joyi yo'q. Buni nafaqat yuzimga, balki bo'ynimga va qo'llarimga ham qilishdi. Insonni biologik yoshini yuzi bilan chunki qo'li ko'rsatib qo'yadi-da. Biz ayollarda sotadigan bu qo'l. Albatta. Lekin qo'llarimda ham ancha-muncha o'zgarish sezdim. Ko'rinishingiz juda ham yaxshi. Avval sizni tanimaganman, lekin suratlarda ko'ryapman. Demak, o'zgarish bor. Inson ishonish kerak, orzu qilish kerak. Chunki biz hamisha ayollar orzu qilamiz doimo yosh va go'zal ko'rinishni. Bugun studiyamizga kelganingiz uchun sizdan minnatdorman, chunki shaxsan o'zimda baribir qandaydir qo'rquv bor edi. Sizni ko'rganimdan keyin men ham borsammikan, men ham mijoz bo'lsammikan degan fikr tug'ildi. Albatta keling, hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Umuman qaytagi masalan bu botoks ham oddiy fillerlardan umuman farqli. Tabiiy, o'zimizniki. Tabiiy, o'zimizga, ichida proteinlari bor. Hech qanaqa zarar joyi yo'q. Buni tavsiya qilaman hammaga. Tashakkur. Sizni studiyadan kuzatib qo'yamiz. Rahmat kelganingiz uchun. Salomat bo'ling. Muxlislarimizdan kelgan savollar bor. Mavzusidan kelib chiqib har bittangizga yuzlanaveraman. Birinchisi mana psoriaz ekan. Demak, sizga qizim 4 yildan buyon psoriazdan aziyat chekadi, regenerativ muolaja yordam beradimi? Bitta maqola o'qiganman chet el olimlari tomonidan. Psoriazda aktiv fazasida yordam beradi. Remissiyada o'zi shunday ham ko'p bo'lmaydi, toshmalar soni kam bo'ladi. Agar aktiv fazasida kelsalar, bir kurs davolash bizdan olsalar, albatta yordam beradi. Uni ko'payib ketmasligini, tezroq remissiyaga tushishiga yordam beradi. Tashakkur. Qizim 16 yosh, husnbuzarlari ko'p, regenerativ muolaja orqali davolasa bo'ladimi? Albatta, chunki bu hozir aytganimdek, bizni har bir qavat to'qimalarimizni qaytib oziqlanishini, yallig'lanishga qarshi o'zini to'qimalarini aktivlashib ketishiga yordam beradi. O'zini fibroblastlar aktivlashadi va o'zini u yerda baribir o'sish omillari bor, har xil vitaminlarni kelib u yerga chaqiradi, chunki o'sish aktivlashgandan keyin u prosesga butun organizm o'zini kerakli bo'lgan vitamin, oqsil, yog' uglevodlarni jo'nata boshlaydi va bu yerda yaxshi oziqlanish bo'ladi, yog' probkalari tiqilmasdan o'z-o'zidan chiqib keta boshlaydi. O'zi necha yoshdan boshlab qilsa bo'ladi? 16 yosh ekan qizimiz. Maqsadiga qarab, agar bular mana shu ugrilardan qutulmoqchi bo'lsalar, demak, ularga shu maqsadda qo'llasa bo'ladi. Lekin menga hozircha faqatgina yosharish maqsadida murojaat qilishyapti, yoshga xos o'zgarishlarni yo'qotishga, alopetsiyani davolash uchun ko'proq murojaatlar kelgan. 46 yoshda ham baq-baqa paydo bo'lyapti. Uni regenerativ muolajalar orqali yo'qotsa bo'ladimi debdilar? Albatta, hozir aytganimdek, biriktiruvchi to'qimani ishlab chiqaradigan bizni asosiy hujayralarimiz fibroblastlar. O'sha fibroblastlarga o'zi aylana oladi bizning hujayralar, ya'ni mezenximal o'zak hujayralar va u yerda o'sha u hujayralardan biriktiruvchi to'qima ishlab chiqariladi. Yog' to'qimalari esa kamayadi.
va u yerda o'sha baqbaqalarni tortadigan boylamlar tiklanadi. 10-15 yoshgacha, demak 10-15 yoshingizda baqbaqangiz qanchalik kamroq bo'lsa, o'sha holatga qaytaradi. Voy, qanday qiziq. O'zak hujayralar bilan davolash gormonal fonni buzib yubormaydimi degan savolga kim javob beradi? Yo'q. Mana bir savol berib. Ha, marhamat javob berishingiz mumkin. Demak, o'zak hujayralari hech qanaqa gormonal fonga ta'sir qilmaydi, chunki bu gormon ishlab chiqariladigan organ emas. Bu bizada o'zak hujayralar o'zini har bir organni o'zak hujayralarini o'zini uyg'onishini olib keladi. Shuning uchun gormonlarning buzilishiga hech qachon olib kelmaydi. Yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Asosan men ko'proq doказательный meditsina deyiladi-ku, ya'ni dalillarga asoslangan meditsinani yaxshi ko'raman va ko'p o'qib turaman. Chet el olimlari, bir chet ellik olimimiz sichqonlarda o'tkazib ko'rgan muolaja, ya'ni ham o'zak hujayra, ham testosteron yuborib ko'rganda ularni ta'siri umuman birgalikda yuzaga chiqmagan. Ya'ni o'zak hujayraning ta'siri yuzaga chiqqan, testosteron umuman unga ta'sir qilmagan. Buni elektron mikroskopda ko'rib, tekshirgan. Hech qanday bir-biriga aloqasi yo'q bu davolash usullari. Rahmat. Yoshim 42 da, qo'l mushak to'qimalarim qisman jarohatlangan, og'riqlar tez-tez bezovta qiladi. Shu muolajani o'tkazsam og'riqlar bezovta qilmaydimi debdilar. Nima deysiz Bobur aka? Bu savolga javobimiz albatta, agar sinib bitayotganligi qiyin bo'layotgan bo'lsa va u yerlarda birikkan mushaklarda shamollash, yog'lanish bo'lsa, albatta bizning muolaja yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Boldir tovon bo'g'imi osteoartrozida regenerativ amaliyot bajariladimi? Albatta, bunday tashxis bilan davolanadi. Bizda bunda PRP terapiyalari mavjud. Juda yengil usullarimiz bularga menimcha yaxshi natija beradi. Tizza bo'g'imida kista aniqlangan, davolanib yuraman, lekin yo'qolmaydi. Nima maslahat berasiz? O'zak hujayra o'tkazsa kista yo'qolib ketadimi? Tizza bo'g'imidagi kistalar asosan tizzaning orqa qismida bo'ladi. Bo'g'imga aloqador bo'lishi ham mumkin, bo'g'imga aloqador bo'lmasligi ham mumkin. Bu o'sha tizzasida bo'lganda og'riq beradi. Bu ishkancha suyuqlik hosil bo'lgan nima bo'ladi? Buni davolashda asosan biz ko'pincha agarda UZI tekshiruv orqali, MR tekshiruv orqali aniqlaymizda, buni shu maxsus o'zimizda igovka shpritsimiz orqali funksiya qilib olib tashlaymiz. Olib tashlab, keyin bo'g'imni tiklash uchun mezenximal hujayralarni yuborsak bo'ladi, qo'shimcha qilib. Lekin davolasa bo'ladi bu kista. Tashakkur, hurmatli teletomoshabinlar, bizda reklama. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda va xayrlashdan avval Bobur aka yana bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Siz O'zbekistonda regenerativ tibbiyot kelajagini qanday ko'ryapsiz? Savolingiz uchun rahmat. Barcha boshqa sohalar kabi tibbiyot ham hozirgi paytda rivojlanib kelmoqda va biz shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, regenerativ meditsina bu bizning kelajagimiz ham bo'ladi. Ya'ni bilamizki, prezidentimiz tashabbuslari bilan xalq tabobat maktablari ochilmoqda. Maqsadimiz odam organizmi tabiiy usulda uzoq muddat yashash, ya'ni faoliyatini ko'rsatish inobatga olingan. Biz bu uchun qiziqqan mutaxassislarni o'qitib, o'zimizni ya'ni vakillarimizni ko'paytirib, turli xil sohalarda ishlatmoqchi biza. Hamda bilamizki, hozir mana dorixonalar juda ko'p, hamma dorilarga nima qilgan. Maqsadimiz regeneratsiya, bu organizmni o'zini qaytadan ishlash, ya'ni immunitetini yana eski holiga qaytarish, yosharish, hayot tarzini deb o'ylaymiz. Kelajak Xudo xolasa hali yaxshi natijalar va kelajagi katta deb o'ylaymiz. Tashakkur. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bugun studiyamizga kelganingiz uchun, savollarimizga batafsil javob berganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi payshanba jonli efirda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.